Assalomu alaykum. Mana navbatdagi Nexia'miz bu tiyna dugaga kelib tutdi mana. Ikki mushti ayrilib ketmasligi uchun mana shunday duga qo'yib beramiz chiroyli etib. Bu ikki boltda ochiladi. Qaragan vaqtda ochib, motor ishini ishlab, yana joyini qatirib qo'yiladi. Mana. Shu dugani shunga o'rnatamiz. Chati ayrilib ketmaydi. Nexia'miz bitti, xudo xolasa. Tiyna duga qo'yildi. Hech narsaga mishati yo'q.